alaykum. Qalblari shukronaga, qo'llari go'zal duolarga to'la aziz qadrdonlarimiz. Tinglab turganingiz g'oyibona bo'lsa-da, mehr va quvonch ulashib kelayotgan dil izhorlarim tabrik loyihasi. Sizlar bilan ushbu loyiha boshlovchisi, ko'ngilga yaqin ko'ngildoshingiz men Mahfuza Narzulayevna. Bugun o'z tavallud kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan samimiy muborakbod etgan holda loyihamizga kelgan galdagi tabriknomalarni o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Bugun Jizzax viloyati Paxtakor tumanida istiqomat qilib keluvchi fayzli xonadonning fayzi farishtasi bo'lgan Ro'zigul onajonimiz o'zlarining muborak 67 yoshlarini qarshi olibdilar. Shu munosabati bilan mehribon o'g'illari tomonidan yo'llangan ajoyib tabriknomamizni tug'ilgan kun sohibasiga yetkazib qo'yamiz. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ro'zigul onajon, salomatmisiz? Yaxshi. Kech bo'lganda bezovta qilib qo'ymadikmi onajonim? Yo'q, men bezovta bo'laman, yaxshi. Ayni damda Samarqanddan dil izhorim Telegram tabrik jamoasidan bezovta qilmoqdamiz onajonim. Sizni bugungi shukronalik ayyomingiz munosabati bilan sizning nomingizga ajoyib tabrik va dilnomalar yetib kelgan onajon. Rahmat. Tashakkur. Avvalambor sizni bugungi tavallud kuningiz, shukronalik ayyomingiz qabul aylagan 67 yoshingiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim umr yo'llaringiz, qilgan solih amallaringiz yaqinlaringizning mehr muhabbati ila yorug'i va ravon bo'lsin. Ilohim bunday yoshlarning ko'pini ko'rib, hamisha yaqinlar ardog'ida baxtlilar qatorida Allohimning panohida bo'lib yuring onajonim. Rahmat. Rahmat. Tashakkur onajonim. Nima deb o'ylaysiz? Sizning ko'nglingizni oz bo'lsa-da ko'tarish maqsadida o'zlarining ajoyib tabrik va dilnomalarni yo'llagan mehribon insonlaringiz kim bo'lishlari mumkin? Odil o'g'lim bilan dilafuz keldim bo'lsa kerak. Albatta onajonim, siz bu kun barcha yaqinlaringizning tabrik va dil izhorlariga loyiqsiz. Rahmat. Sizni barcha yaqinlaringiz, jigarlaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz, nabiralaringiz nomidan sizni jonidan ham ortiq yaxshi ko'ruvchi mehriboningiz, suyangan tog'ingiz, o'g'lingiz Odil aka hamda suyukli keliningiz bugungi shukronalik ayyomingiz bilan chin yurakdan muborakbod etmoqdalar onajon. Rahmat, rahmat. Tashakkur, boringizga shukrlar bo'lsin. Hamisha mana shunday yaqinlar ardog'ida, farzandlar ardog'ida suyukli bo'lib yuring onajonim. Rahmat. Onajonim, qimmatli vaqtingizdan 2-3 daqiqasini ajratsangizda sizga mehribon farzandlaringiz tomonidan yo'llangan ajoyib tabriknomasini yetkazib qo'ysak. Bemalol. Tashakkur. Assalomu alaykum. Meni boyligim, quvonchim, chiroyligim, oy yuzligim, quyoshim, farishtam onajonim, sizni bugungi shukronalik ayyomingiz qabul aylagan 67 yoshingiz bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Ilohim hayotingizdan quvonch, ko'zingizdan nur, yuzingizdan tabassum, oilamizdan baxt, omad ayrilmasin. Har doim sizni duolaringizdan nafas olib yuraylik. Onajonim, yaratgan Allohim umringizni uzoq, rizqingizni ulug', iymoningizni butun, e'tiqodingizni baland qilsin. Bu hayotda ko'rgan, kechirganlaringiz faqat quvonchlar bo'lsin. G'am alamlar sizdan yiroq bo'lsin. Qalbingizdagi go'zal tilaklaringizni barchasi bu hayotda amalga oshsin. Hamisha biz farzandlaringiz baxtiga, barcha jigarlarimiz baxtiga aziz boshingiz omon bo'lsin. Onajonim, boringizga shukrlar bo'lsin. Bergan tarbiyangiz, beminnat mehringiz, chegarasiz sevgingiz uchun, bizni mana shu darajaga yetkazganlaringiz uchun, borligingiz va boringiz uchun cheksiz tashakkurimizni izhor etamiz. Sizni duolaringiz bilan barakali va omadlimiz onajonim. Biz farzandlaringiz uchun qilgan barcha mehnatlaringiz, mashaqqatlaringiz uchun Allohim sizdan rozi bo'lsin. Inshaalloh jannatning go'zal bog'lari va xushbo'y hidli gullari bilan siylasin. Bosgan har bir qadamingizni jannat tomon yo'lak qilsin. Rabbim sizga kutganingizdan da xayrlisini, so'raganingizdan da afzalrog'ini ato etsin.
onajonim, siz jannat malaklaridan ham eng go'zal, meni farishtamsiz. Boringizga shukrlar bo'lsin. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bugun shodiyona, bugun tantana. Bugun men kutgan eng yaxshi sana. Bugun mendan baxtli kimsa yo'q yana. Tavallud kuningiz muborak ona. Jonim poyingizga guldasta bo'lsin. Men uchun mehribonsiz siz yagona. Yuzingiz, ko'zingiz nurlarga to'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak ona. Jon ona, so'zlasam so'zlarim yetmas. Sizdek meni hech kim baxtiyor etmas. Alloh menga bergan tuhfa bir dona. Tavallud ayyomingiz muborak ona. Deyman shunday ajoyib dilnomalarni siz tomon yo'llabdilar onajonim. Rahmat, rahmat. Tashakkur onajonim, boringizga shukrlar bo'lsin. Ilohim farzandlaringiz baxtiga, barcha jigarlaringiz baxtiga, oltin boshingiz omon bo'lsin. Kelajakda nimaiki orzu niyatlaringiz bo'lsa, barchasiga erishib yuring. Ilohim Rabbim sizni o'zining go'zal baytiga takror va takror chorlasin. Hoji onalik maqomiga loyiq qilsin. Ilohim hoji ona bo'lib hamisha davralarning to'rlarini to'ldirib, farzandlaringizni, nabiralaringizni duolar qilib yurishda hech qachon charchamang. Yaxshi kunlarida, to'ylarda hamisha bosh bo'lib yuring onajonim. Rahmat, rahmat. Tashakkur onajonim. Onajonim, agarda sizning ham farzandlaringizga, barcha yaqinlaringizga salomlaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin onajon. Shu bolalarim salomat bo'lsin. Nima niyat qilmasa niyatlariga yetsin. Bizlariga ming bersin. Ilohim. Hammasi omon bo'lsin. Ilohim. Tashakkur onajonim, boringizga shukrlar bo'lsin. Ilohim farzandlaringizni sizga bo'lgan mehri, muhabbati hamisha bardavom bo'lsin onajonim. Rahmat, rahmat. Tashakkur. Oz bo'lsa-da ko'nglingizga yaxshi kayfiyat ulashgan bo'lsak mamnunmiz onajon. Yaxshi. Mana bir ham bu o'tirib qo'shnilarim kelgan. Tashakkur onajon, boringizga shukrlar bo'lsin. Onajonim, tug'ilgan kuningizni yaxshi kayfiyatda, yaxshi insonlar davrasida o'tkazib oling onajon. Yanagi yillar ham, tashakkur, yanagi yillar ham mana shunday g'oyibona bo'lsa-da diydorlashni Allohim sizni bizga nasib ro'z aylasin. G'oyibona sifatimdan mamnunman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling onajon. Rahmat. Tashakkur, salomat bo'ling. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il va qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri teng so'zim. Tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim dilbarim, oyi jannat zot,